Farg'ona viloyatidan olib qochilgan Lacetti avtomashinasi Jizzax viloyatidan topildi. Mazkur transport vositasi avtomashina yuvish shoxobchasida qoldirilgan edi. Shoxobcha ishchisi esa uni haydab chiqib ketgan. Surishtiruvlar davomida ma'lum bo'lishicha, ishchi vaziyatdan foydalangan holda yaxshi ko'rgan qizi betobligi sababli uni ko'rish uchun mashinani olib qochganligini aytgan. 2021-yil 16-mart kuni ertalabki yo'riqnoma vaqtida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati tomonidan Farg'ona viloyatida Lacetti rusumli 40W044BA davlat raqam belgi transport vositasi olib qochilganligi hamda ushbu transport vositasini ushlash bo'yicha to'sib ushlash tadbiri e'lon qilinganligi shaxs tarkib e'tiboriga yetkazildi. Shundan so'ng ertalabki yo'riqnomadan chiqib xizmat hududimga ketayotgan vaqtimda Sharof Rashidov tumani Suloqli MFE hududida ushbu transport vositasi yo'lning chekka qismida to'xtab turganligini ko'rib qoldim. Shundan so'ng transport vositasi oldiga kelib, haydovchiga o'zimni tanishtirib, hujjatlarni taqdim etishni so'radim. Hujjatlarni taqdim etishni so'ragan vaqtimda haydovchi hujjatlarni taqdim eta olmadi va haydovchi bilan bo'lgan suhbat davomida haqiqatan ham ushbu avtotransport vositasini 2021-yil 15-mart kuni Farg'ona viloyatidan olib qochilganligi ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan Jizzax shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan gumonlanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Eslatib o'tamiz, bu kabi holatlar uchun qonunda 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 2 oy davomida respublika bo'yicha transport vositalarini olib qochish jinoyatlari 29 ta holatni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning 2 oyga nisbatan 8 taga ortgan.